Assalomu alaykum aka-ukalar, parvoz aka-ukalar, musofirda yurgan aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi? Bu yerdan baquvvatmisiz? Parvozlar, xo'rozlar zo'rmi? Zo'r bo'laversin, chempion bo'laversin birgalikda. Aka-ukalar, bugun yangilik bor. Namangandan Obidjon ukamizdan Maximus degan xo'rozni bolasi keldi. Jo'ja xo'roz. Xudo xolasa 5 oy desak ham bo'ladi. Keyin bitta makon kelgan, hozir ko'rsatib o'taman. 7 oylik desak bo'ladi. Xullas. Jo'jalar hali slaviy. Xudo xolasa videoni aylantiradi. Mana makon jo'jamiz. Qanotlarini qirqibdi buni. Buni endi ko'ramiz ichkarida, xudo xolasa. Obidjon ukamiz juda ham kaltagi ham, yo'li ham hamma narsasi chotki deb berdi. Endi mana Maximusning bolasi. Bu ham yosh. 4 oyda to'ldirib 5-oyga. Ko'dang. Maximus degan xo'rozni bolasi. Endi aka-ukalar, agar men ham Maximus degan xo'rozni haqida ma'lumotga ega emasman. Bu avvalroq urushibdi ham, bu yuzlari oqargan. Bilganlar bo'lsa kommentariya yozib qo'yasizlar. Obidjon kim? Obidjon degan kim degan savol tug'ilishi mumkin aka-ukalar. Obidjon ukamiz bo'ladi. Mendan bundan 2 yil burun Hanjardan jo'ja olgan. O'zi Rossiyada hozirgi kunda mendan Hanjardan jo'ja olgan. Allohga shukr, shu sotgan jo'jalarimizni zotlari уже yutib turibdi. Endi do'stlaridan, yorlaridan ham уже jo'ja so'rab turibdilar Hanjardan. Endi bu Obidjon bilan shu oldi berdi qilamizda, xullas. Qon almashtiramiz, gap qisqasi, xullas kalam. Mana shu zotlar keldi. Baribir bu ko'ramiz bo'ladi, ko'ramiz ichkarida, xudo xolasa qanday o'ynaydi. Xudo xolasa bu hozir jo'ja xo'rozda o'ta moddiy yetishmovchiligi bor. Menimcha hozir ko'raman, qashinib turibdi, biti ham bo'lmasa. Xullas moddiy yetishmovchiliklarni to'g'irlab, cho'tki qilib yuboramiz, xudo xolasa. Tovuqda hamma narsa yetarli, tovuq jo'jada yetarli, o'zi ko'rinib turibdi. Mana poxotkalari, o'zi harakatlaridan bilsa bo'ladi aka-ukalar moddiy yetishmovchiligini. Hali suv bermadim, kelgandan bir soatcha bo'ldi. Donni namlab berdim hozir. Donimiz bilan aralashdim. Elde bir de Maximus. Aka-ukalar, Maximus. Endi bu ko'rinib turibdi poxotkasidan. 4 kilodan tepa, 5 kilo atrofida bo'ladigan xo'rozda bu. Endi 5 kilodan ham tepa bo'lishi mumkin. Endi buni kelajak ko'rsatadi, xudo xolasa. Mana bu makonimiz ham, bu ham baland narsa aka-ukalar. Bu jo'ja makon hali, mana. O'ta baland narsa bo'ladi bu. Bu Koreya. Buni ham ko'ramiz, xudo xolasa jo'ja olib. Buni ham Obidjon ukamiz juda ham serkaltak.
Kertegi ham qattiq. Yo'li ham judayam zo'r degan bir nimada berdi. Xudo xolasa ko'ramiz. Shunday bo'lib chiqqay. Aka-ukalar sog' salomat bo'lamiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha deb qolamiz aka-ukalar. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'ting. Agar kasallik haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Parrandalaringizni reklama qilib sotishingiz mumkin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Nimaga deganda parranda boqsangiz bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Shu iloji boricha shu videolarimizda foydali maslahatlarimizni berib o'tishga harakat qilamiz-da. Yangiliklarda aytamiz, xudo xolos. Dam olish videolar ishlashga harakat qilamiz aka-ukalar. Mana shunaqa gaplar. Sog' salomat bo'lamiz. Yangi videolarda diydor qadar uchrashguncha aka-ukalar Allohga omonatlar.